Bolangizga aslo geli bilan to'ldirilgan havo sharini olib berib ko'rmang. No, tú no, Isa, parece que te haga daño eso. ¿Qué pasó? ¡Hey! ¡No, Daniela! ¿Qué te pasa? ¡No, Daniela! ¡No, Daniela! Bu qizni videosi internetda millionlab odamlarni hayron qoldirmoqda. Videoda qizcha hazillashib, shar ichidagi havodan ovozini ingichkalashtirish uchun foydalanadi. Ya'ni shar ichidagi geli gazini nafas olib ichiga yutadi. Boshida hammasi yaxshidek ko'rinadi, lekin bir necha soniyadan keyin qizchaning yuzining rangi o'zgarishni boshlaydi. Voqeaning davomida esa qizning yuzi ko'karib, havo yetishmaganidan hushidan ketishiga ham bir baqiya qoladi. Lekin mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan qizchaning singlisi esa buni hazil deb o'ylaydi. Videoni ko'rgan ko'pchilik odamlar ham kommentariyada shu fikrga qo'shilishadi. Lekin bu odamlar qizchani rostiga ham bir o'limdan qolganligini bilishmas edi. Gap shundaki, geli bilan nafas olinganda o'pkada geli gazi kislorod qabul qilinishini to'xtatib qo'yadi. Natijada ichki organlarga kislorod yetishmaganidan odam 1-2 daqiqada tezda hushini yo'qotadi. Agar bu holat davom ettirilsa, oqibati hattoki o'lim bilan tugashi ham mumkin. Eng qizig'i, rostiga ham bunaqa holatlar tibbiyot amaliyotida hozirgacha uchrab keladi. Lekin bundan ham ko'proq hayron qoldiradigan tomoni shundaki, mana shunaqa baxtsiz hodisalardan keyin ham o'smirlar va bolalar bu harakatlarni takrorlayverishadi. Ba'zilar boyagi qizga o'xshab shunchaki ovozini o'zgartirish uchun qilsa, boshqalar esa gelili sharlar emas, umuman boshqa turdagi gazli sharlardan foydalanishadi. Bu voqeadan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, boshqalarga kulgili tuyulgan bu holatning oxiri umuman kutilmagan tarzda yakunlanishi mumkin. Va albatta biz bu videoni ogohlantirish maqsadida tayyorladik. Shunday ekan bu videoni yosh bolasi bor yaqinlaringizga tarqating va bu voqea bo'yicha o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha